Ben yakında Sümeyye isimli bir kızının 10 taksirlermen, 10 taksir pola, 10 koyunun kallısını, 65 tane petre mantını, nek meydan deyip başkalarını hayran kaldırgan filmini görüp ben bu hayran kaldım. Ben bu ayakta kısık film işlep özümün köz karışımını köpçülükке sunup bakışını doğru taptım. Mezkur filminin ottara ve ahırı kısmı nayeti mühim. Ötküzü ötmey, toluk görün. Olmasa pişman kılısınız. Yollaşka dostlar, İnkes rayonuna gül yollap koygan bolsаңlar. Yakında tor dünyasında men astık çıkarıp koygan Sümeyye isimli bu kız 10 taksirlermen, 10 taksi pola, 10 koyunun kallısını, 65 tane petre mantını yep, musabakı şeklinde başkalarından besleşip, bu musabakada başkalarını yenip, köpçülükten birdek itiraf kılışına erişti. Bu münasebet bilen men bu sınırımızdan tenigi salametlik kişilere netice dileyman. Men bu sınırımızdan salametliginden keyinçe birer çatak çıkıp kalarımı dep ensirap kalımen. Bu ayakta Kanadalık palvan Louis Scheer toğrusunda mundaq bir hikaye var. Kanada'da dünya boyunca en güçlü bir palvan bolgan. Bu palvanın ismi Louis Scheer. O 1863 yılı Kanada'da doğulgan. O 7 yaşta beden ağırlığı 208 kilogramga yetken. Hem de 680 kilogram kelgen otni kitreligen. 19. asırning ahırda o 7 yaşlık Louis Scheer nurg'un musobaqalarga qatnashib katta shanshirib erishgan. O şu vaqtda har qanday musobaqa qatnashsa chempion bo'ladi. O shunday qilib uzak kalmay her qaysi musobaqalarda g'alaba qilib nam chiqardi. O o'zining mushundaq tug'um talanti bilan bir sirik o'migiga berib xizmat qilgan. Louis Scheer şu vaqtlarda 250 kilo og'irlik tashlarni o qo'lidan bu qo'liga ilib o'ynaydi. Onundan başka keyingi oyun kishini texmi hayron qoldirdi. O yana 18 quramiga yetgan odamni o'rindiq ustiga elib ko'tarib o'rindan dast turgan. O şu vaqtda ko'tarilgan o'tirish og'irlik 1000 kilogramga yetgan. Bu haqiqatan adamni hayron qoldirdi. Bu har qanday odam qila oladigan ish emas. U mushundaq natijalar bilan shu vaqtda Kanadadagi eng kuchli odam deb atalgan. U odatdagi odamlardan ko'p tomoq yeydi. Bir vaqt tomoq uchun ko'plagan ashliq, urug'lagan hayvonlarning go'shtini yeyishga odatlangan. Mana mushundaq nachar bo'lgan tomoqlanish odati va shundaqla nom ata qo'g'lichish tuyg'usi sababidan uzoq muddat ko'p miqdorda tomoq yegachga Louis Scheerning badan og'irligi kundan kunga oshayotgan badan og'irligiga bardoshlik berolmay, oxiri 1912-yilda böbrek zaiflashish kasali bilan 49 yoshida uyida olamdan o'tgan. Louis Scheerning voqealigi bizga nima tushuntirdi? U dal bizning normalni tomoqlanish odatimizning zo'rligini nom ata qo'g'dish uchun hargizmi o'zimizning badanimizni, salomatligimizni qurbon qilmasligimizni tushuntirdi. Chunki odam badanidagi miya, yurak, jigar, oshqozon va boshqa a'zolarning normal iqtidori o'zimizning badaniga moslashgan bo'ladi va mushkil a'zolarning o'ziga xos mizoji bo'ladi ve a'zolarimizning normalni fiziologik iqtidori bo'ladi. Normalni chekdan eshib ketganda ashqil a'zolarimizda kasallik yuz beradi. Shunga men ko'pchilikni har ish qilganda hissiyotga tayanib emas, aqlga tayanib ish qilishni, o'zining badanidagi har bir a'zoni asrashini, nom atoq qo'llashmasligini, salomatligini asrashini chin qalbimdan umid qilaman. Oxirida Sümeyye singlimizning salomatligini asrashini, yemek ichmakka munosabatli bo'lgan har xil nomuvofiq musobaqalarni ilib olmasligini umid qilaman.